Boshida hozir sizlarga lip kombolarimizni ko'rsatamiz. Hammaga salom. Hozir biz sizlarga o'zimizni qanaqa labimizni bo'yashimizni sirlarini ko'rsatamiz. Lip kombo. Lekin men bitta avtobiografiya ko'rib qoldim. Sharihjon aka Hasanov bahor qizlari ustida ko'rganman. Короче, bu yerda полный avtobiografiya ekan. Hozir men sizlarga labimni har kuni qanaqa bo'yashimni ko'rsataman. Aytib o'tgandim oldingi efirlarda Diora bilan, что men qalam ishlatmayman labimga. Men shu tintni kontur qilib ishlataman. 08-nomer Truffle. Birinchi qaranglar qilib olamiz. Labga kontur. Tintni sponji bilan olib tashlaymiz lishnisini. Mana qolgan effektni, mana unutmaydi shisha qizlar. Dior Backstage 012 rangini olamiz. Balzam. Qalay yoqdimi? Men birinchi bo'lib labimni jigaring qalam bilan suraman. Menda Golden Rose 209, lekin любой jigaring qalam ishlatsanglar bo'ladi, даже qosh qalam. Mana shu granitsani yumshatish uchun Prorans 22-qalam bilan bunaqa ichiga qilib tarqatib olamiz liniyani. Shunda как ambre bo'ladi и labinglar kattaroq ko'rinadi. Va undan keyin pomadaga o'tamiz. Menda Shikki Milkshake 03-nomer. Xohlasanglar shunaqa matviy qoldirasizlar. Agar glянцевый effekt xohlasanglar, mana shunaqa жидкое стекло bor. Bu juda ham fiksatsiyasi kuchli и balzamga o'xshab tez ketib qolmaydi. Bu uzoq turib beradi labinglarda. Yana shunaqa foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.